Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bojxona ish asoslari fanidan ma'ruza mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. 6-ma'ruzamiz 5-ma'ruzamizni davom ettirgan holatda, ya'ni mavzuyimiz bojxona nazorat tushunchasi, uning shakllari va amalga oshirish tartibi. Bojxona nazoratini tashkil qilish texnologiyasi sxemasi rejasi asosida ushbu mavzuga yakun yasaymiz. Bojxona nazoratini texnologik sxemasini takomillashtirishda quyidagi tadbirlarni ko'rish mumkin. Bojxona nazoratini tashkil qilishni takomillashtirish, tovarlar va transport vositalarining ko'rigi muddatini kamaytirish va sifatini oshirish, bojxona to'lovlari muddatini qisqartirish, mamlakatga va iqtisodiyotga zarar keltirishni oldini olish, bojxona qonunchiligi bojxona nazoratining quyidagi shakllarida o'tkazish belgilangan. Bojxona maqsadlari uchun zarur bo'lgan hujjatlar va ma'lumotlarni tekshirish. Bu hujjatlar asosida 3 guruhga bo'linadi. Transport, tijoriy bojxona va boshqalar. Transport hujjatlari yuk varaqlari, konosiment, manifest, yo'l varaqasi. Tijoriy hujjatlar, shartnomalar, bitimlar, invoyslar, faktura hisoblari, yuk varaqlari. Bojxona hujjatlari, bojxona tomonidan beriladigan litsenziyalar, mutaxassislik attestati, yetkazish varaqasi, bojxona qiymati bayonnomasi, bojxona qiymatini korrektivlash, konteyner va transport vositalarini bojxona nazorati ostida yuk tashish ruxsat guvohnomasi. Boshqa hujjatlar, shaxslarning nizomi, tashqi iqtisodiy aloqalar qatnashchisi sertifikati va varaqasi, boshqa organlarning ruxsati, veterinar, fitosanitariya va madaniyat ishlari boshqarma ruxsatnomalari, jismoniy va mansabdor shaxslarni og'zaki so'rab surishtirish, bojxona ko'rigidan o'tkazish, taqdim etilgan hujjatlar asosida tovar va transport vositalarining chegaradan o'tishini qonunligiga ishonch hosil qilib, bojxona hududiga man etilgan yuklarning kirishini oldini olish, bojxona ko'rigi tovar nomini, sonini, agar kerak bo'lsa sifatini aniqlash va transport vositalarini esa hujjatsiz yuklarni olib o'tish mumkin bo'lgan sirli joylarini aniqlash. Bu ishlarda texnik vositalarni qo'llash kerak bo'ladi. Ko'riklarni quyidagi turlarda o'tkazish mumkin. Qiyoslash ko'rigi, kelib chiqqan sertifikat va boshqa hujjatlar tashqi qiyoslash asosida. Yukni sonini aniqlash ko'rigi, joylarni hammasini ochilib yoki qisman. Tovarlarni ekspertiza yoki tekshirish uchun ma'lum qismini olib ko'rikdan o'tkazish. Kontrabanda yuklarni berkitilgan sirli joylarni aniqlashga qaratilgan ko'rik. Doimiy ko'rikdan o'tkaziladigan yuklar quyidagilar: aksiz tovarlar, boj to'loviga tushadigan tovarlar, litsenziya kvota to'siqlariga ega tovarlar, tashqi iqtisodiy tovar nomenklaturasining kodida gumon qilingan tovarlar, shaxslarga nisbatan informatsiya, tovar va transport vositalari, binolar va boshqa joylarni bojxona tomonidan qiyoslash, muhr rasmga olish, belgilash va boshqalar. Tovarlar va transport vositalarini hisobga olish. Bu nazoratning qo'llanishining asosiy sababi bojxona organi zimmasiga tashqi iqtisodiy aloqa statistikasini yuritish yuklatilgan. Bojxona nazoratidan o'tkazilishi lozim bo'lgan tovarlar va transport vositalaridan turishi mumkin bo'lgan yoxud nazorat qilish bojxona organlari zimmasiga yuklatilgan faoliyat amalga oshirayotgan hududlar, vaqtincha bojxona erkin ombor xonalarini, erkin zonalarini va boshqalar, binolar va boshqa joylarni tekshirish, shaxsni ko'zdan kechirish, bojxona chegarasi orqali o'tayotgan yoxud bojxona nazorat zonasida yoki xalqaro aloqa uchun ochiq aeroportning tranzit zonasida turgan jismoniy shaxs qonun hujjatlarini buzish obyektlari hisoblanuvchi tovarlarni o'z yonida yashatyapti va ko'rsatmayapti deb hisoblashga asoslar bo'lgan taqdirda bojxona organi mansabdor shaxsining qaroriga binoan o'tkaziladi. Bugungi mavzuimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.